Ronaldomi, Messimi? Qaysi biri? Hammasini kommentariyaga yozinglar, bir ko'ringlar. Kimni muxlisi ko'p va kim bu mundialda Ronaldo zo'r yoki Messi zo'r deb baholaydi. Sababi hozir oxirgi va uje hal bo'ladigan nuqtaga yetib keldik. Portugaliyani Ispaniya bilan katta Yevropani derbisi va mundialni katta o'yini kutib turibdi. Argentina bo'lsa Misr bilan o'ynaydi, unga ham oson bo'lmaydi. Misr boshqacha. Messi va Ronaldoga juda ham katta muxlislik va muxlislarni kutilmalari bor edi. Jahon chempionati oldidan Ronaldo Diego Jota uchun va o'zi uchun jahon chempioni bo'ladi. Bu yoshida jahon chempionatida rekordlarni urib faoliyatini yakunlaydi degan. Lekin Messi hozircha bu narsalarni hammasini uddalayapti. Ronaldo bo'lsa yo'q. Ronaldoni kuchsiz jamoalarga gol uryapti deb heyt qilishyapti. Ya'ni biza O'zbekistonni aytishyapti. O'zbekiston hech qanaqasiga kuchsiz jamoa emas. 5 ta himoyachi bilan o'ynadi butun mundial davomida va eng zo'r himoyachi Abduqodir Husanov bizani jamoada o'ynadi. Так что bu unaqa apasni gaplar qilmaylik. Sizlar hammasini kommentariyada yozinglar, o'sha yerda qolganini gaplashamiz. Qaysi biri olib ketadi?